Klientlarni ket uzilmayotgan 3 samosa chakalarimiz uchun bitta chaqqon moshina topib qo'yganmiz. Yangilangan modeldagi Fava Tiger V 6 kubalik samosolda nima o'zgartirishlar kiritilgan? Hozir sizlar bilan birga sanab o'tamiz. Mashinamizning motor qismi apparatlik 166 kuchli yuchar motorlar bilan jihozlangan. Undan tashqari turbina ham mavjud. Mashinamizning kuzovi 6 kubalik, orqa dugasi, krilosi, kuzovi, hatto yonidagi zashtinglari ham oldingilarga nisbatan e'tibor bergan bo'lsangiz, anchagina qalin materialdan ishlangan. Undan tashqari mana zapas balonni tushirib chiqarish uchun ham libetkalar qo'yib qo'yilgan. Bu ham sho'pir uchun anchagina qulaylik tug'diradi. Ballonlarga keladigan bo'lsak, 20 lik ballon, kamerning, baqvat most, qalin ram, 14 ta resor, og'riq yorish uchun qo'shimcha resor qo'shish shart emas. Salon qismida elektron yo'nalishlar, multirul, konditsioner, kattagina monitor, 360 kamera, 8 pog'onali skorost, gorniy tormoz, ABS tormoz, 3 kishi o'rindiqlik sidenya, undan tashqari orqada kattagina spalnisi ham bor. Siz bu to'ychoqni naqd pulga yoki boshlang'ich 30% to'lov bilan, hattoki boshlang'ich to'lovsiz ham olishingiz mumkin. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bu videoni tez samosolchi tanishlarga yuborib qo'yamiz.